ko'pchilik shunaqa uylarga majbur ketadi, qimmatga tushib ketsa kerak deb o'ylaydi. Lekin bunaqa uylarni qurish ancha qimmatga tushmaydi. Masalan, bosqichma-bosqich qilsangiz hamma narsani juda bir yengil tushadi. Mana shu ko'rib turgan joylaringga 120 kvadrat joyga bir 8 ta xona, 2 ta hammom tualet, bitta oshxona tushgan. Bir yili buzib-turib stechkasini qo'yib, keyingi yil devorini ko'tarib, shunaqa qilib qurilsa, mana shu holatga kelguncha 25 ming, 26 ming atrofida pul ketgan. Hamma narsani bosqichma-bosqich, ustalarda ham sifatlisini yaxshisini ishlatib qursalaring, ya'ni bilmaydigan sifatsiz ish qiladigan o'rganuvchi ustalar sizlar 2 barobar narxga tushirib qo'yishi mumkin. Keyin hisob-kitobni boshida bir kechmasan chertojini o'zini chizib olib, o'zingizda aqlingiz yetsa, chertojni chizib olib turib, keyin boshlash kerak shunday ishlarni. Oddiy bir kirakash bo'ladimi, usta bo'ladimi? Mana shunaqa uylarni bir harakat qilsa, inshaalloh 3-4 yillarda qilib olsa bo'ladi. Agar shunaqa kelajakda shunaqa uy qurmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'ying. Videolarimni kuzatib boring.